Amerika Tashqi ishlar ministri بلىنكېن خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزگەن ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى yana bir قېتىم قاتتىق ئەيىبلەپ، ئامېرىكىنىڭ خىتاينىڭ bu xil qo'rqinchli kishilik huquq dafsandichiligiga qat'iy qarshi turganligini bildirgan. بلىنكېن yana Amerika şirketlerini Sharqi Turkiston bilan savdo aloqasi qilmaslikka chaqirib, savdo aloqasida bo'lgan bir qism shirketlarning majburiy emgak bilan bo'lgan munosabati sababli ayblashga uchrayotganligini ta'kidlagan. بلىنكېن bu so'zlarni 11 aprel yakshanba kuni Amerika NBC televiziya kanalining axborot bilan uchrashish haftalik programmasining ziyoratini qabul qilganini bildirgan. بلىنكېن so'zida yana Amerikani o'z ichiga olgan dunyodagi har qaysi hukumatlarni konkret harakat qilinib, shirkatlarning Xitoyga Uyg'urlarni bostiradigan mahsulot yoki mulozimat bilan ta'minlamaslikka kafolatlik qilishga chaqirgan. بلىنكېنning aytishicha, Amerika Beijing qishliq olimpikni boykot qilmaslikqa texi qaror bermagan. O olimpikqa yana bir yildek vaqt borligi, hozir diqqatini nuqtali holda ittifoqdoshlari bilan maslahatlashish, ularning fikrini elish va andishalarini anglashga qaratganligi, hozir bir qarorga kelishning boldurlik qiladiganligini bildirgan. Yaqindan buyon majburiy emgak masalasi xalqaro jamiyatning diqqatini qo'zg'adi. Dünyanın her qaysi joylaridagi hukumatlar konkret tadbirlarni qo'llanib, shirkatlarning mas'uliyatini surishti qilishga boshladi. Mushundaq bir mezgilda Fransiyada 3 cho'ng ommaviy tashkilot birlashib, xalq'aroliq 4 cho'ng markani Uyg'ur majburiy emgagidan foydalanish va shu orqali Uyg'ur qirg'inchiligini qo'llash bilan ayblab sotqa ərz sunğan. 12 aprel Çiriklikka qarshi turish guruhi Sherpa Pakis kiyim-kechak harakatining Fransiya tarmog'i bo'lgan Axloq ommaviy tashkiloti va Yevropa Uyg'ur instituti bu vaqtda maxsus muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazgan. Muxbirlar e'lon qilgan yig'inga har qaysi davlatlarning vakillaridan boshqa yana Uyg'ur masalasini Fransiyada kun tartibga akilishda muhim rol o'ynayotgan Yevropa parlamentining a'zosi Rafael Glucksmann va bu arzni ustiga olgan fransiyalik donliq advokat William Bogdon qatorliqlar qatnashgan. Yevropa Uyg'ur institutining mas'uli Dinlo Rayhan xonim shohidlarning guvohligi bilan sunilgan bu arzning tekshirilishi endi Fransiya soqchilarining vazifasiga aylanganligini ta'kidladi. Amerika prezidenti Joe Baydin Ramazanlıq təbrik uçuruda "Mən Xitaydakı Uyğurlar, Birmədəki Arakan musulmonlari və dünyadakı musulmonlar cəmiyyətinin kişilik hüquqini davamlı qoğdayman" dedi. Joe Baydin Ramazan ayının başlanış münasibati bilan e'lon qilgan uçuruda "Ayolim jim ishkimiz Amerika və dünyadakı musulmonlar cəmiyyətiga chin ko'nglimizdan təbrik və tilaklarimizni yo'llaymiz. Ramazan mübarək bo'lsin" dedi. Baydin mundaq deb ko'rsatdi: Musulmon Amerikaliklar davlat qurilgan kundan boshlab davlatni beyitdi. Musulmonlar vaksinani taraqqiy qildirishda bosh rol o'ynab va sahiyya xizmatchilari sifatida oldingi saflarda turib, bizning COVID-19 ga qarshi kurashlarimizga yetakchilik qildi. Tayvan Xitoyning 25 kurashchi ayyoplan bilan havo boshlig'iga daxl-tەruz qilganligini e'lon qildi. Bu Amerika Tashqi ishlar ministri بلىنكېن Xitoyni Tayvan haqida ogohlantirgandan keyin yuz berdi. Tayvan doiralari bu ayyoplanlarning Tayvanning g'arbiy janubidagi havo tavalligiga uçganligini, ularni qo'g'lab chiqarish uchun Tayvanning urush ayyoplanı va havo mudofaa sistemasini harakatlantirganligini bildirdi. Diqqat qilishga arziydigani shuki, bu voqea بلىنكېن Xitoyni Tayvan haqida ogohlantirgandan keyin yuz bergan. بلىنكېن yakshanba kuni Beijing hukumatining Tayvanga qaratgan tajovuzchilik pozitsiyasi va Tayvan bo'g'izida kunsiri kuchayotgan jiddiylikning kishini andishiga soladiganligini aytdi va ularning Tayvanga bergan va'dasida turib, rayonning tinchligi va bexatarligiga kafolatlik qiladiganligini ta'kidladi. Yevropa İttifaqı Xitoydan import qilingan alyumin mahsulotlarga qo'shimcha tamojna beji ilishni qaror qildi. Xitoydan kelgan alyumin mahsulotlarini import qilishga vaqtli qarshi turish beji ilish qarori Yevropa İttifaqı rasmiy gazetida e'lon qilindi. Bununğa asosan Xitoydagi alyumin ishlab chiqarishda ishlatiladigan xam ashyo, energiya va emgak kuchining erkin bozor sharoitining natijasi emasligi va ommaning aralashishining ta'siriga uchraganligi uchun bu mahsulotlar 19,3% dan 46,7% gacha vaqtliq monopolga qarshi boj nisbatiga uchraydi.
Beryozildagi Yevropa Alyumin nomli sanoat jamiyati Yevropa İttifaqı komitetiga Xitoyning nomuvofiq savdo qilmishlari haqida arz sungan edi.